Qizim qarab oring menga. Hoyjon, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Qizim menga bir piyola ko'k choy damlab bering. Xo'p, ayjon, hozir. Yaxshi o'tiribsizmi, ayjon? Mana choy. Rahmat qizim. Mazangiz yo'qmi? Bilmayman, necha kundan beri shunday mazam yo'q. Holsizlanib ketyapman. Bitta ishga qo'lim bormayapti. Faqat uyquga tortyapti meni. Bilmayman, immunitetim tushib ketganmi yo davleniyam ko'tarilganmi. Ko'rib turibman, ayjon, bir necha kundan beri holsizlanib yuribsiz. Men sizga Nurbidan tabiiy toza mahsulot tog' asalini zakaz qilib qo'yganman. Bir ko'ring buni. Voy yo'g'e, voy asalim, buzimni kelinim, nima bu? Oyijon, bunisi toza meva, tabiiy asal, immunitetni qo'llab-quvvatlashga yordam berar ekan. Organizmga tabiiy quvvat bag'ishlaydi ekan. Bunisi pasta, 100% tabiiy shakar va sun'iy qo'shimchalarsiz vitaminlar, minerallar va tabiiy oziq moddalarga boy, immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Yurak va qon tomir salomatligi uchun juda ham foydali ekan. Bunisi esa vitamin mix, ichida asal, bodom, pista, qovoq urug'i va yong'oqdan tayyorlangan mazali to'yimli aralashma bor ekan. Oyijon, buni har kuni ertalabda och qoringa bir choy qoshiqdan iste'mol qilasiz. Yana avvalgidek kuchga to'lasiz, hal ko'rmagandek bo'lib ketasiz.